Jamshid akamlar oldin o'qituvchi o'xshagan ekansiz, ancha yil oldin. Ancha bo'ldi. Hop, o'y sinab ko'rasiz. Savolni ko'rsataman. Birinchi ozroq savol beraman. Xotiramiz sinab ko'ramiz. Xotirangizni sinab ko'ramiz. Hop, birinchi savolim, siz chorrahaga kirganingizda tartibga soluvchi qo'lni yuqori ko'tarsa nima qilishingiz kerak? Kirganim. Tepaga ko'taryaptilar yuqoriga. Nima qilasiz? Ulgurmagan bo'lsam, chorrahani bo'shatishim kerak. Agar chorrahaga kirib bo'lgansiz chorrahaga siz nima qilasiz? Bo'shatishim kerak. Bo'shatishingiz kerak, to'g'ri. Ikkinchi savolim mana. Hop, mana yerda shu avtomobil haydovchi qat'iy harakatlanishi mumkin. To'g'riga razvorot, qayrilishga. To'g'riga ya'ni A bilan V ekani, to'g'rimi? A bilan. Nega burilib bo'lmaydi bu yerga? Bu belgini talabi chapga qayrilish belgisi, chapga burilish taqiqli. Taqiqli, esingizda bor ekan sizda. Hop, qani keyingi savolimizda Bu endi yangi belgi ekan. Ikkita parkovka farqini topib bering. Yangi belgi, ko'p ham bo'lmagan qo'shilganiga. Farqi endi menimcha bu belgini hali endi ko'rishim sizda. Tagiga strelka bo'lsa, menimcha parkovka belgidan avval to'xtaylar mumkin deyapti, menimcha fikrim. Bunisi P belgidan o'tib to'xtaylar deyotgandir. Lekin bu belgini endi ko'rishim. Men o'zimcha mulohaza qildim endi. Fikringizni bildirdingiz. Unda to'g'ri javobni kommentariyada kutib qolamiz. Biladiganlar yozib ketinglar. Rahmat sizga. Salomat bo'ling.